Ey maşallah do'stlar. 2026-yilda imoratni qaranglar. Keltirib yuboradigan joyni topib qo'yganman. Ko'hna, ya'ni yozgi oshxonani o'zi bitta tema, sun'iy sharsharani o'zi bitta tema va mana bunday dekorativniy ko'rinish. Yana nimadir deydi, nimaligini kommentariyga yozinglar. Juda ham alohida yurakni jizillatadi. Bu ham bitta tema. Eng asosiysi mana bu travetinimiz bitta tema. Biz hozir O'zbekistondamiz, ya'ni Qo'qondamiz, jigarlar. Dubayda yo boshqa davlatlarda emasmiz. Ko'rib turibsizlar. Qo'qonlik ustalarimiz ishiga bitta baho bersa. Keltirib yuborgan, bor, keltirib. Iksolik travetning, iksolik polirovka, iksolik jemchugdan keyin mana shunaqa holatga keltirilganki, hattoki bu travetni men tushimda ham ko'rmaganman, jigarlar. Maza qilyapman. Iloyim, menga ham nasib qilsin deganlar, bittadan like bosinglar. Kommentariyaga menga ham nasib qilsin deb bitta amin deb qo'yinglar. Sababi mana bu uyning proyektini qaranglar, ikki tashkali. Rohat, farog'atda bola chaqalarni orzu havasini ko'rib, ota-onalarni mana shunday xonadonlarga chiqarib qo'yadigan bo'lsak, oilaviy. Juda ham maza bo'lsa kerak. Insonga qo'sha energiya bersa kerak. Mana bu so'killarimiz yoki oyoqdagi bosgan kafellarimiz narx-navosi, mana bu dekorativ ko'rishlarimiz yoki sun'iy sharshara fontanlarimiz yoki mana bu nima edi? Yozgi ko'hnalarimiz narx-navosini bilmaymiz. Sababi biz travetning reklamasiga kelganmiz. Travetinimizning reklamasi 1 kvadrati 110 ming so'mdan 110 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Lekin haqiqatan narxiga arziydigan ish bo'lyapti. Kimga 2026-yilda mana shunday traveting xizmati kerak bo'lsa, pastda ustalarimiz nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, Ustalos kanalidan ko'rdim deylar, yanada bonus skidkalarni qilib beradi. Mana shunday chiroyli, fayzli xonadonni orzu qildim. Haqiqatan ham chin yurakdan niyat qildim deganlar bittadan like bosib qo'ying. Shuncha xonadonga qancha pul ketganini, misol, volameni deydi, o'rtacha. Kommentariya yozing, nech pul bilan mana shunday xonadon tikka bo'ladi, qad rostlaydi yoki nech pul bilan siz pul sarflab paypog'ingiz mana bunday holatda qoladi. Ko'rib turibsizlar. Hattoki mehmon kelsa, oyog'ini yechib kiradigan sharoitlar qilib qo'ygan jigarlar. Haqiqatan men orzu qilgan, men tushlarimda ko'rgan imorat bo'ldi. Iloyim menga ham nasib qilsin, do'stlar. Bittadan chiroyli qilib, like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar, biz ham bir maza qilaylik jigarlar.